Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda ekraningizda turgan horror o'yin, ya'ni The Slender Killer o'yinini o'ynab sizlar maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bo'lmasa sizlarni ko'p kutilmayman, bugungi videoni boshlaymiz. Video boshlashdan oldin like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasam biz boshladik. Ovozini paslatib olaman o'yinda, chunki mening ovozim ko'rmay qolish mumkin, eshitmay qolish mumkin. Xo'p, bo'lmasam biz Killer 1 da oynaymiz. Keyingi qismlarda Killer 2, keyin Killer 3 shunaqa qilib nazarda oynaymiz. Video boshlashdan oldin do'stlar, обязательно kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Biz bo'lmasam sizlarni ko'p kuttirmayman, men davom etamiz. Boshlandi. Xo'p, exit. To'g'ridan yuramiz birinchi. Ikkinchi yo'lak ekan hammayda kirib qo'y. Onasini hojisi bo'ldi-ya. Oy, kitob, bitta kitob bor. Oppay, nandalar o'ynayapti. Tutib yo'qmayapti, opa. To'g'ri, nandalar o'ynayap tursa nimaga shetga chiqadi? Shu ona enam yurdi balasi. Turqin qursin sani. Boya baribir shahar yurganimda hech nima bo'lmasdi ekan. Turqin qursin sani dedi. Og'ziga paypog'im. To'g'rimi akalar? Nima qilyapti bu kriz qatdan chiqib kelyapti, tushunolmay qolyapman-da. Xo'sh, o'rnimizdan turdik, qaysi tomonga ketyapti deb, bu tomonga ketyapti deb, tupiy tomonga. Tupiy emas. Ana, xona qulub ekan, ochdik. Kitobmi tobbo. Bekorga kalit ketkizdingmi? Ana hinayimshin. Voy loy, faqat loy. Turqin qilsin sani. Narada o'ynab turing, apa iltimos. Yoqmayapsiz-da. Buni skrimerlar qilib tursangiz, meni yuragim yomon bo'lib qoladi, opa. Sal o'takam yo'raveradi. Onangni skrimerini qilib olsammi? Yuragim yomon bo'lib qoladi, opa. Sal narada o'ynab tursangiz bo'laveradimi, iltimos. Voy, kitob do'stlar. 3 ta kitob bor akalar. Yana 5 ta kitob topsak bo'ladi. Voy opa, turqis qilsin sizni. Qara. Yo'q, qani. Hozir qayerda ko'rsatdi, men ko'ra olmay qoldim. Ko'rdilarmi? Kommentariya yozib qoldiringlar, qayerda turadi. Yolg'izbek, ochib kirib chiqibmiz. Keyingi xonalarga o'tamiz. 2 daqiqani o'zida 3 ta kitob topilibdi. Biz bu tomonga keldi, bu tomondan bu tomondan keldik hozir, shuning uchun bu tomonga ketar ekanmiz. Ko'ramiz nimalar bor, nimalar yo'q. Prosta buni qo'ylar sizlar uchun shuncha harakatdamiz. Shuncha yurganim to'pilganmi-da. Alloy. Davomlar etamiz, ovozlarga e'tibor bermaysizlar. Ovozlar eshitilgan bo'lsa agar sizlarga e'tibor bermaysizlar. Xo'p. Bu tomon to'piga, buni boyagi to'piga shu bekorga yurmaylar, hozir ko'rib qolsam qaytaman. Yo'q, to'piga chunki ko'rib turibdi, uydaroq kitobni yig'ib qochishimiz kerak uydan. Turqis qursin sizni. Nandarada o'ynab turing, opa, sizga necha marta aytishim kerak. Nariyoqqa kiraylik, men bu exit yozib bor xona qayerda edi? Bu tomonda edi. Mana shu tarafda edi. Biz chiqqan xona mana shu. Biz mana shu xonadan hozir endi bu tomonni qarashimiz kerak. Mana. Ketdi, lekin foydali narsaga. Kitob. Bor ekan, ochamiz. Bu yerda hech vaqo yo'q. Zato 5 ta kitob qoldi. 4 daqiqani 4 daqiqa yo'qda. 4 ta kitob. Turqis qursin sizni, opa, sal nandarada o'ynab turing. Gapirgunimcha chiqib qolyapti. Hal evi bilanda endi, opa. O'tgan safar men video oluvdim. U videoda mana shunaqa o'zimni ko'rsatgan videoyim boshqa telefonga o'tmadi, shuning uchun qaytadan olyapman. Oxirgi kitobni o'sha videoda topa olmagandim. 7 ta kitobni topdim, 8-kitobni topa olmadim.
Qachish bor deydi o telefonda. Mayli, e'tibor bermaymiz. Eshittiraymi? Sho'q. Voy ko'zing yo'lamaydi. Skrimer bermay bo'la. Endi 5 ta kitob, yo'q 4 ta kitob topamayapman. Bitta xonalarda aylanib yuribman hamma joyda. Bu tomonga yuraylik-da. Aytdim-ku, to'g'ri yuribman. Ha, kalitim ham yo'q-da, ko'zing yo'lamay o'raydi. Yaxshi, kalit malit kalit degandek. Yaxshi, kalit malit. Kalit akalar. Ko'zlarim quvonib ketyapti akalar, kalitni ko'rsam-a. Qon u tomonga kelib o'taylik, bu tomonda katta eshik ko'rgandik, ana shu tomonga o'taylik mana. Onazitki. Abba kalit ketdi-ku. Lekin hech balo yo'q, mayli. Bu tomonlarda ham xonalar. Onang. Shuna paytda chiqmasa ular cho'chib ketdim. Opa iltimos, sal nandarada o'ynab turing, o'zingiz sult qilib qo'ymang yana. Cho'chib ketdimi? Alatadi. Cho'chib ketdim nega akalar? Ko'rganmisizlar? Mana chiqib qo'yapti-da bu sizlarning opamiz. Nandarada o'ynab turing opa. Mehmonga kelganimiz yoqmadimi deyman dengiz yo'q. Ayam turibdi. Yoqmadi shekilli akalar, mehmon kelganimiz uylariga. Anchadan beri sizlardan o'ynamagan ekanman do'stlar. Men qo'rqinchli emas deb yurib cho'chib yuribman men bitta. Hali ham turibdilarmi opa, biz vaqtimiz olib akalar. Shu paytdan foydalanib aytmoqchiman akalar. Kanalimda obunachilar soni 17 ta. To'g'ri, kanalim yangi. Lekin hali xudo xolasa ko'tarilib ketishga harakat qilaman. Shuning uchun ham sizlar podpiska qilib, like bosib, kommentariyalar yozib, obunalar bo'lib qo'yinglar akalar. Haddushi podpiska qilsalar akalar, sizlarning ham kanallaring bo'lsa, obuna bo'lib turib bosdim deb Telegram o'sha kommentariyaga yozib qoldirsalaring, men o'zim javob qaytaraman akalar. Kanallaringga obuna bo'laman va bitta nechta bo'lsa ham video 200 ta bo'ladimi, 300 ta bo'ladimi, hammasini ko'rib chiqaman. Bitta ko'rib, like'lar bosib chiqaman akalar. Просто tak sizlar shu shartim bosdim, kommentariy yozib qo'yinglar. Bo'lib, yana shunaqa narsa kelyapti-ku. Xo'p, men 5 ta ochishim kerak, 2 ta eshikda 2 dona kalit qoldi. Mana shu 2 xonadan chiqib bersa, zo'r bo'larmidi deyman-da. Birinchi xonada yo'q, endi turqin qursin. O'tgan safargi viza olganimda ham xuddi shunday joyda to'xtab qolganda akalar. Voy, turqin qursin sani. O'lamizda chiqsa, shuning uchun men zo'r ish qilayman akalar. Yaxshi, yaqin kelsa yo'qlar ekan. Bu xonada ham hech nima yo'q. Eshik yo'q ekan, hech narsa yo'q ekan bu tomonda. Uch tomonga yo'l bor ekan, qarab borib ko'raylik-chi. Xo'p. Tupik, eshik. Xo'p, bu yerda kalit, mana shunday joylarga milib qo'yishadi-da, hamda turqin qursin sani, nandalar o'ynab tursiz bo'lmaydimi? Opajon, iltimos sizdan bitta kitob akalar. Bitta kitob qoldi akalar, tezroq. Kalit malit deganda yo'q, men bu joylarga qo'ymaganman birontasiga. Bitta tekshiraman. Xo'p. Voy, nimanidir tushirib deyman hozir. So'nggi kitobga jicha qoldi akalar, 9 minutda so'nggi kitob. Hop, mana nechicha? Yo'q, bombosh. Bu tomondacha yo'l bormi? Yo'q, kalit akalar, yaxshi. Qulf joy chiqib qolsa-ga. Kalit olaveramiz. Hali so'nggi kitob topishga ancha vaqtimiz ketib qolishi mumkin. Xo'p. Nari tarafda yo'l yo'qmidi? Yo'q ekan, opa turibdi, bormaymiz, bo'ldi, qaytaveramiz. Bu tarafda ishimiz bo'ldi akalar. Xo'p. Tomon bo'sh edi.
Bu tomon ham bo'sh edi, kirib chiqdik. Taraflar bo'sh, ikki xona. Qat qoldi o'zi akalar, qatga kirmadik. Shuni tushunmayman hozir. Tezroq qochib ketaylik. Mana ikki kalit ketdi, ammo to'g'rilay kirib chiqdik. Kitob topib chiqdik lekin. No, bizda so'nggi kitob kerak bizga. Ish ko'rmasa qaytaraman, chunki bu to'piy bo'ladi, ammo oxirida ishi bo'lsa bo'lmaydi. Aytdim-ku to'piy. Bilib bo'lmaydi, kitob tashab qo'ygan bo'lishi mumkin. Yo'q, payna o'ziga. Shaqqoda sendan daraydir, yo'q, iltimos. Asabi buzordingiz. Oh, akalar, so'nggi kitob, qoch. Qattaydi endi, exit qattaydi akalar endi. Xo'p akalar, qochamiz endi. Endi exit toptiramiz akalar. Qaydada akalar. Yur, qaydada akalar. Exit qaydada, men topamayman. Tomonlardan yurmaymiz, bu tomonga edi. Adashmayotgan bo'lsam agar. Kelinadi, to'g'ri ketyapmiz. Umid qilaman shunga. Bu tomonda to'puk. Yo, bu tomonga yuramiz, xo'sh. To'piy basmikan ish qilib baqam. Bu tomonga akalar. Ko'rasiz. Batda chiqish yo'li yo'q-ku, boshqa nima kirdim bilmayman. Ki bormadi chiqib ketish yo'li boshqa yana. Bu tomonlarda yo'q, adashib qoldim akalar. 8-kitobni topdik lekin. No qatga kirishni bilmayman. Qayerga borish? Yo'qotib qo'ydim. Deb xarita qo'yib qo'ymaganda bu ham. Opa, sen landaroqda o'ynab tura olasizmi? Sizga qarab yetib ketishim kerak, chunki o'lib ketaman unaqada. So'nggi kitob topildi akalar, no. Exit topaman men bu yerdan beri. Xo'p, faqat to'g'rigami? Tomonga eshik turibdi, ochiq. Yo'q, bu tomonga. Bu tomonga emas. Bu tomonga. Bu tomon to'piy ekan, orqaga qaytamiz. Undan keyingisiga kirib ko'ramiz. Opa, sen mendan o'ynab turing. To'g'ri yurdim ish qilib bu safar. Ish qilib to'g'ri yurgan bo'la qani, bismillah. Bismillah. Ayyo, xato yuribmiz yana akalar. Hozir уже 12 minutdan o'tdi videoni boshlaganimizga. No, tezroq tugatishimiz kerak. Qayerda kalit? Kalit deyman, eshik, exit. Exit topamayman. To'g'ri yurib kelyapmanmi ish qilib? Kalit kerak yo'q. To'g'ri yurib kelayotgan bo'layda ish qilib zo'rg'a yurdim. Topganman. Bu akalar. Va akalar, biz o'yinni tugatdik akalar. Bo'lmasam, keyingi videolarda akalar ko'rishguncha akalar. Sog' salomat bo'ling akalar. Mana biz уже end. Biz o'yinni yutdik. Sizlar bor yo'q obuna bo'lib bosib qo'ysalang bo'ldi akalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling akalar. Ciao.